هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 123. ayeti başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Al-An'am suresi 123. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Heyli Mekke işletişleri üçün Mekke'de Kureyş'nin çoğlarını baş günahkar kılganımızdek her bir şehirinin çoğlarını baş günahkar kıldık. Ulanın işletken heyli Mekke'leri özlerigi yanıdı. Yani ula şu heyli Mekke'lerinin vabalığı kalıdı. Ula bunu sezmeydi. Ulağa Muhammed aleyhisselamның rast peygamberlikini körüstüdüğün birer mücizi kelgen çağda ula bizge peygamberlerge berilgen mücizi berilmegiçe onun hergiz işenmeyemeyiz deydi. Allah peygamberlik vazifesini qayerge orunitishni, yani kimning onun ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Bu günahkarlar özleri işletken heylimekerler tüpeylden Allah'ın dergahida horluqqa ve qattiq azapqa duchar boludu. Günahkarlarning çoğları, ularning heyli mikirleri ve ularning aqibeti doğrusida. Allah Teala mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, xuddi senin yurtunda günahkarlarning çoğlarını küpürlükqa, Allah Teala'nın yolundan tosuşqa, sana karşılık kılışqa ve yurt katıllarını adavetlişke çakırgıcı kılganımızdek, senden ilgiri peygamberlerini muşula bilen sınagan idik. Yaxşı akıbet bolsa peygamberlik boğan idi. Allah Teala bu vakti mundaq deydi. Şuningdek, yani sana kavminin müşriklerden düşmanlarını kılgandek, her bir peygamberge bir kısım günahkarlarını onun düşmanı kıldık. Birer şehir ahalisini halak kılmakçı bolsak, onundaki devletmen adamlarını bizge itaat kılışkı buyuruyumuz. Ula itaat kılmay, fıskı fasat kılıdı da, ulağa azabımız tegişlik boludu. Şunun bilen ulanı korkunçluk revişte halak kılımız. Bazı alimlar bu ayetning ma'nisi biz ularni bo'ysunishga buyuramiz. Ular bo'lsa qarshilik ko'rsatdi. Shuning bilan biz ularni halok qilamiz deganlikdir dedi. Ve bazı alimlar bu ayetning ma'nisi ularga 5 yillar putilib ketgan buyruq bo'yicha ularning shunday qilishga buyuramiz deganlikdir dedi. Heyli Mekke işletişleri üçün Mekke'de Kureyş'nin çoğlarını baş günahkar kılganımızdek her bir şehirden çoğlarını baş günahkar kıldık. Bu ayetten manası hakkında Ali İbni Ebu Talha İbni Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet kıldı. Biz ularning içindeki askerlerini hükümran kıldık. Andın ular şu şehirde yaman işlerini kıldı. Ular şunda kılganda biz ularni azap bilen halak kıldık. Allah Teala bu vakti mundaq deydi. Qaysi şehirge bolmasun birer agahlandırgıcı evetsekla onun devletmen adamları şübhisiz ki biz sizlarning peygamberlikinglarni inkar kılmayız dedi. Ular yana bizning mallarımız ve ballarımız en köp, biz azaplanmaymiz dedi. Shuningdek, senden ilgiri her qaçan birer şehirge agahlandırgıcı yani peygamber evetsekla
uning dövlətmən adamları biz həqiqətən ota bovullarimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Oyatdagi heli-mikir degan so'zdan ularning yasalma ish harakatlari bilan ozg'unlikqa chaqirganligi ko'z tutildi. Bu xuddi Alloh taolaning Nuh alayhissalomning qavmidan xabar bergan tövendiki oyatiga o'xshaydi. Ular, ya'ni katta boshlar manga chin bitmay, manga va manga ergashganlarga aziyat yetkazib, cho'ng heli tuzdi. Ve tövendiki oyatga o'xshaydi. Agar zolimlarni Rabbingning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etatdiq deydi. Cho'ngchilik qilganlar bo'zaq qilinganlarga sizlar hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hiyla-mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allah'ni inkar qilishga va uningga shirik keltirishga buyurdinglar dedi. İbn Abu Hatem Sufyan Savrining mundaq deganligini rivoyat qildi. Qur'onda kelgan hiyla-mikir degan barliq so'zdan bir yomon ish qilganlik ko'z tutildi. Ularning ishlatgan hiyla-mikirlari o'zlariga yanidi. Ya'ni ular shu hiyla-mikirlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Ya'ni ularning qilgan shu hiyla-mikirlarining va boshqalarni ozdirib etganligining jazosi faqat o'zlariga yanid qaytadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular qiyomat kuni özlerinin günahlarına to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ladiganligi nima degan yomon? Ular o'zlarining yuklarini va uning qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va azdurganlarının günahlarını üstüge alıdı. Ulağa Muhammed aleyhisselamның rast peygamberlikini körüstüdüğün birer mücizi kelgen çağda, yani ulağa birer ayet, pakit ve keskin hüccet kelgende ula bizge peygamberlerge berilgen mücizi berilmegiçe onun hergiz işenmeyimiz deydi. Yani xuddi peygamberlerge periştiler Allah Teala tarafından peygamberlik vazifesini elip kelgendek bizge elip kelmegiçe biz mi onunla hergiz işenmeyimiz. La ilahe illallah. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Bizge mulaqat bo'lishini umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar nemishqa bizge periştiler düşürülmeydi yoki biz nemishqa Rabbimizni ko'rmaymiz deyishdi. Allah peygamberlik vazifesini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Ya'ni Allah Taala peygamberlik vazifesini qayerda qo'ydiganligini, bandalarning ichidan kimning shuningga loyiq keldiganligini obdan biladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ular bu Kur'an nemishqa ikki shahar, ya'ni Mekke bilan Taif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Rabbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Ya'ni ular bu Kur'an nima uchun Mekke bilan Taifning ichidagi ularning nazarida katta, cho'ng va hurmatli bo'lgan bir kishiga tushirilmadi deyishdi. Ularning shundaq deyishi ular eskilik, hasad
tersalık ve çoğunçuluk kılış yüzüdün Peygamber aleyhisselamını kemsitkenlerdir. Allah Teala ulanın Peygamber aleyhisselamını kemsitkenligi haqida mundaq deydi. Ular seni körse fakat mesxir qilib bilib, Allah Peygamber qilib əvətken muşumu, eğer dinimizde çın turmasak, Muhammed bizni ilahlarımızdan azdır vetkili tasqalatdı, dedi. Kafirlar seni körgen çağda, silerinin ma'budlarınlarını eyiplaydigan adam muşumu deyişip, seni mesxir qilishidi. Halbuki, ular merhametlik Allah tarafından nazil bolgan Kur'an'ni inkar qilishidi. Senden ilgiri ötken peygamberler kafirlar tarafından mesxir qilindi. Mesxir qilg'uchilar mesxir qilganliqlarining oqibatini ko'rdi. Kafirlarning Peygamber aleyhisselamning nasabining esilligini e'tirof qilganlik to'g'risida. Kafirlar Peygamber aleyhisselamning yuqori martabalik, hurmatlik, esil nasablik ve ailesining tarbiyalangan muhitining o'sib yetilgan joyining pokligini e'tirof qiladi. Allah Teala onunğa rahmat yollaydı. Periştiler ve müminler onun için mağfiret tileydi. Hatta müşrikler Peygamber aleyhisselamını Peygamber buluştan burun özlerinin içindeki en işençli kişi deb ataydı. Herakl Ebu Sufyan'dan Peygamber aleyhisselam hakkında sorğanda aynı vaqtda kafirlarning katibisi bo'lgan Ebu Sufyan mu Peygamber aleyhisselamning nasabining esilligini e'tirof qilgan. Herakl sizlarga nisbatan uning nasabi qandoq deb so'raganda Ebu Sufyan u bizning ichimizdagi nasabi esil kishidir dedi. Herakl onunğa peygamberlik kelishdan burun sizlar uning yolg'on aytganligini ko'rib boqqanmidinglar dedi. Ebu Sufyan yo'q deb javob berdi. Herakl Peygamber aleyhisselamның sübetlerinin esilligi bilan Peygamber aleyhisselamның rast peygamber ekanligini ve u ilib kelgan dinning to'g'ri din ekanligini tanib yetgan edi. İmam Ahmed Vasila ibn Asqa radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Shubhisizki Allah Teala İbrahim aleyhisselamның ballarının ichidan İsmailni tanladı. İsmailning avlodidan Kenane cemaatini tanladı. Kenane cemaati ichidan Qurayshni tanladı. Qurayshdan Haşim cemaatini tanladı. Haşim cemaati ichidan meni tanladı. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qildi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men odam balları yaşagan asrlar ichida yaxshi asrdan yaxshi asrga, ya'ni yaxshi bir ajdodning pushtidan yana bir ajdodning pushtiga yetkilib, hatto mushu asrga yetkilib kelganda dunyoga keldim. Bu günahlar özleri işletken heli mikirler tüpeldin Allah'ın dergahida xorluqqa ve qattiq azapqa duchar bo'ldi. Bu günahkarlar özleri işletken heli mikirler tüpeldin Allah'ın dergahida xorluqqa ve qattiq azapqa duchar bo'ldi. Yani bu peygamberler ilip gelgen hakikat haqida peygamberlerge ergişishdan ve ular boysunishdan baş tartgan kishilarga Allah Teala tarafından bo'lgan qattiq bir qo'rqitish ve tehditdir. Çünkü ular qiyomat günü Allah Teala'nın oldida davomli xorlanishga duchor bo'ldi. Ular dunyoda cho'ngchilik qilib edi, Allah Teala ularni qiyomat günü xorliq qoldirib jazoladi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Shubhisizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortganlar har holda jahannamga kirdi. Ya'ni ular xor va tuvan holatda jahannamga kirdi.
bu günahkarlar özleri işletken hili mikirler tüpeylidin Allah'ın dergahida xorluqqa ve qattiq azapqa duchar boludu. Hili mikirning köpinchisi yoşurun boludiganlik uchun ularga qiyomat kuni to'liq jazo berilish uchun ular Allah Taala tarafidan qattiq azapqa duchar boludu. Allah Taala özünün hech kimga uvol qilmaydiganligi haqida mundaq dedi. Rabbim hech odamga zulm qilmaydi. Allah Taala qiyomat kunining hamma sirlar ichiladigan bir kun ekanligi haqida mundaq deydi. Sirlar oshkor qilingan kunda, ya'ni qiyomat kunida. Ya'ni u kunda barliq yo'shirin narsalar va sirlar oshkorlandi. Bu vaqtda İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni xiyonat qilgan insonlarning sag'risiga birdan bayroq tiklanib, bu palonining o'g'li palonining xiyonatidir deyiladi. La ilaha illalloh. Bundaq qilishdagi hikmat shuki, xiyonat aslida kishilar bilmaydigan yo'shurun ish bo'lg'achqa Allah Taala qiyomat kuni shu xiyonat qiluvchining xiyonat qilganligiga bir belgi bo'lish uchun shunday qiladi. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochdi. Ya'ni uning qalbini iymoniga kengaytib berdi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib etdiki, iymon etish unga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochdi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytib berdi. Ya'ni iymon etishni unga osonlashtirib berib, shuningga nisb qiladi va ularni iymon etishga rag'batlantirdi. Bu yaxshilikning alomatlaridandir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allah ko'ksini islom uchun keng qilgan, Robbining nuri ustida bo'lgan odam dilkor odam bilan o'xshashmi? Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in söygüzdü. Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in söygüzdü ve uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga pisqini, kufrni ve gunohni yomon ko'rsatdi. Ayni shular Allohning fazli ve ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochdi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytib berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Allah Taala uning dilini Allah Taalani bir deb bilish aqidasiga va Allah Taolaga iymon etishga kengaytib berdi. Bu oyatni Abu Malik va boshqalarmu Ibn Abbasga o'xshash tafsir qilgan. Bu ayetning oshkor ma'nosidir. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib etadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Ya'ni undaq kishilarning dillariga foydali narsalardan kichikkinimi kirmaydi. Yaxshilikdan hech qanday bir narsa yetib bormaydi. Munofiqlarning dillarimi shundaqdir. Lekin İbn Abban Ekrimadan İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odam bolasi osmonga chiqolmaganidek toki Allah Taala iymonni diliga kirgizmaguncha Allah Taalani bir deb bilish aqidasi va iymon uning diliga kirmaydi. İmam Abu Ja'far İbn Jarir mundaq deydi. Bu iymon kirishdan qattiq tar qilingan kofirlarning dili uchun keltirilgan misoldir. Kofirning iymonni qabul qilmaslikdagi va iymonning o'ziga yetib kelishidan qechishidagi misoli
uning osmonga o'rlashga unamaganligining va uningga ojiz kelganligining misoliga o'xshashdir. Chunki osmonga o'rlash kofirning qo'lidan kelmaydi. Iymon etmaganlarni Alloh mushundaq azoblaydi. Ya'ni xuddi Alloh taolo o'zi ozdirmoqchi bo'lgan odamning ko'ksini shuncha tor qilib o'tganidek Alloh taolo va uning payg'ambariga iymon etishga unamagan u kofirning o'xshashlariga shaytonni hukmron qilib qo'ydi. Ondan shayton uni ozdirdi va Alloh taoloning yo'lidan to'sidi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi iymon etmaganlarga Alloh taolo shaytonni mushundaq hukmron qilib qo'ydi deganlik bo'ladi deganlikni rivoyat qiladi. Mujahid iymon etmaganlarni mushundaq foydasiz ishlarga duchor qilib qo'ydi deganlikdir dedi. Bu ya'ni islom dini Rabbingning to'g'ri yo'lidir. İbret oladigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qildik. Rabbining dargohida ularga Darussalom, ya'ni jannat bor. Ularning qilgan ishi, amallari uchun Alloh ularga madadkordir. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir. Allah Teala yuqorida haq yo'ldan izib ketganlarning va haq yo'ldan to'sqchilarning qilmishlarini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda payg'ambar bilan avatgan to'g'ri yo'l va haq dinning hurmatini bayon qilib mundaq dedi. Bu ya'ni islom dini Rabbingning to'g'ri yo'lidir. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana mushu Qur'onni vahiy qilishimiz orqali yo'l qo'yib bergan mushu din Alloh taolaning to'g'ri yo'lidir. İbret oladigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qildik. Ya'ni tushunalaydigan, ya'ni Alloh taolaning payg'ambari va uningdan boshqa tushunalaydigan, fikr yurgizalaydigan kishilar uchun biz oyatlarimizni mushundaq tafsili ro'shan bayon qildik. Rabbining dargohida ularga Darussalom, ya'ni jannat bor. Ya'ni qiyomat kuni ularga jannat berildi. Alloh taolo bu yerda jannatning Darussalom, ya'ni xotirjamlik qo'rosi deb sifatladi. Bundaq sifatlashidagi sabab ular payg'ambarlarining ish izlariga ergishib to'g'ri yo'lda menib salomat qolganligi uchundir. Ular xato yo'llarning ofatlaridan qanchaki salomat qolsa, xotirjamlik qo'rosiga, ya'ni jannatga shunchalik yaqinlab bordi. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir. Ya'ni Alloh taolo ularning yaxshi amallariga mukofot berish yuzasidan ularni saqlag'uchidir. Ularga yordam va kuch-quvvat ato qilg'uchidir. Alloh taolo ularga ega bo'ldi. O'zining ne'mati va rahmati bilan ularga jannatni mukofot qilib berdi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-An'am tafsiridan 127-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.